O'rtoq, srochniy telefonimni sotishim kerak. Yoqtirgan qizim onasi bansiga tushib qolibdi. Operatsiyaga pul kerak. Va'da berib qo'ydim, pul topib beraman. Iltimos, o'zing sotib ol, aqo. O'rtoq, bu nima degani? Telefoning kerak emas menga. Yonimda 400 bor, yetadimi? Keyin bitta narsa. O'qiz bilan tanishganga 15 kun bo'lgan biz. Ishonasanmi? Hozir aldiydilar juda ko'payib ketgan. Meni fikrim bor, birga borgin bansiga. Keldingizmi? Kech bo'lib ketib pul topa oldingizmi? Doktorlar ham kutib qolishdi. Uzr kechikib ketdi. Bitta tanishimdan qarz olib turibman, 400 dollar men. Oyizda iloyim chalib ketsinlar. Men ham kirsam bo'ladimi? Yoningizda dalda bo'lib turardim. Voy, rahmatlik, ichkarida qandoshlarim bor edi, noto'g'ri tushunishadi. O'zim sizga telefon qilaman. Rahmat. Operatsiyaga 100 million so'rayapti. Nima qilsam ekan? Bankka borsam, bankdan ham pul berishmayapti. Bitta farzand bo'lsam, kimdan pul so'rasam ekan? Sen jinnimisan? Bu mashinani qancha mehnat bilan qiynalib olgansan. Sotolmaysan bitta qiz uchun. Men senga aytaman, o'qiz aldayotgan bo'lishi mumkin. Tanimaysan, bilmaysan va aqlingni ishlatgan ozgina. O'rtoq, seni tushunib turibman. Rahmat. Men haqimda qayg'uryapsan. Lekin men bankiga bordim, ahvolini ko'rdim. Yig'lab, dod solib gapiryapti. Seni miyang buzilib bo'libdi. Foydasi yo'q. Bilganingni qil. Afsus qilmasang bo'ldi, o'rtoq. Sizni yaxshi ko'rib qolganimni ham bilmayman. Ko'zimga hech nima ko'rinmayapti. Sizni oyiz, meni oyim deylar. Shuni hisobiga bugun chiqib mashinamni sotib yubordim. Men pulni oling. Yetmay qolsa yana aytasiz. Bu narsa qilamiz. Rahmat, yaxshi ham sizni uchratgan ekanman. Boringizga shukr. Siz bo'lmagansiz nima qilardim? To'g'ri, sizdan bu narsani kutmagandim. Xolos ertaroq keling, bansiga birga borib kelamiz.